Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz tok va anor ko'chatlarini parvarish qilish degan videomizga Shuhrat Qurbonov degan ukamiz kelchivaniya nima deb savol bergan ekanlar. Shu savolga javob bermoqchimiz. Kelchivaniya bu nima kuz paytida tok kesgandan keyin tok va anor navdalari 40 santimetrdan kesib olinadi. 40 santimetrdan kesib olib, keyin ular noyabr oylarida ko'mib qo'yiladi. O'sha fevralda 10, 15, 20larida ob-havoga qarab ular qaytadan kavlab olinadi va kavlab olib o'sha ildiz chiqadigan tomonni tepaga, ildiz o'tadigan tomon tepaga, o'sadigan tomonni esa pastga qilib ko'mib qo'yadi va bu usul kelchivaniya deyiladi. Bunda ildiz olish juda yaxshi rivojlanadi. Barmoqday uzun ildizlar bo'ladi. Ularni ekkandan keyin, yerga ekkandan keyin ko'klab ketishi ham juda oson bo'ladi. Bu jarayonda hammasini o'sha tok va anor ko'chatlarini kelchivaniya usulida ekish degan nimada videomda hammasini batafsil tushuntirib berganman. Buni mana tunavdan ko'rsatdim. Mana bu nimalar juda yaxshi rivojlangan. O'tlarini tinmay tozalab turamiz. Yana ham o't bosib ketgan. Chunki bular hali yosh, qurib qolmasin deb tez sug'orib turamizda. Sug'organimiz natijasida yana o't bosib ketadi. 1 metrgacha o'sgan nimalar, tok navdalari juda yaxshi rivojlangan. Keyin endi bu videoni kimlar ko'radi, kimlar qo'yadi bilmadim. Yana bir narsani aytmoqchi edim. Shu mart oyidan beri mana shu kanalni ochganman. Ozmi ko'pmi video qilaman. Boshidan boshlab kimdir meni nomimdan savollarga javob yozadi. Mana shu kelchivaniya ko'chatlar parvarishiga ham qanday sug'oriladi deb berilgan savollarga yaxshilab o'zicha javob bergan. Men iltimos qilardim, kim shunday qilayotgan bo'lsa, iltimos shunday qilmangizlar. Qancha javob bo'lsa o'zim beraman, yo yozaman, yo mana shunday video ishlayman. O'zim savollarga o'zim javob beraman. O'z boshimchalik qilmangizlar, sizlardan iltimos. Shu bilan videoni tugatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.